Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz kirish, masofaviy ta'limning rivojlanishi va ahamiyati. Masofaviy ta'lim bu internet texnologiyalari yordamida masofadan turib bilim olish jarayoni hisoblanadi. An'anaviy ta'limdan farqi bu o'quvchilar va o'qituvchilar bir joyda bo'lishi shart hisoblanmaydi. U turli formatlarda video darslar, vebinarlar, onlayn testlar va interaktiv mashg'ulotlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Masofaviy ta'limning rivojlanish tarixi. Dastlabki shakli 18-19 asrlarda pochta orqali ta'lim. Talabalar materiallarni pochta orqali olgan va javoblarni o'qituvchilarga jo'natgan. 20-asrda radio va televizion kurslar. AQSh va Yevropada radio orqali darslar o'tilgan, keyinchalik televizion dasturlar ham qo'shilgan. Internet va zamonaviy platformalar. 21-asrlarda onlayn kurslar, MOOC, Moodle, Coursera, Udemy va boshqa platformalar rivojlangan. Masofaviy ta'limning afzalliklari. Istalgan joyda ta'lim olish. Dunyoning istalgan burchagida bilim olish mumkin. Xarajatlarning arzonligi an'anaviy ta'limga qaraganda nisbatan arzonroq hisoblanadi. Moslashuvchan jadval. Talabalar o'ziga qulay vaqtda o'qiy oladi. Raqamli resurslarga keng kirish. Onlayn kutubxonalar, dars yozuvlari va interaktiv materiallarga. Masofaviy ta'limdagi muammolar. Texnologik infratuzilma. Ba'zi hududlarda internet sifati yaxshi emasligi, yuzma-yuz muloqot yetishmovchiligi, o'z-o'ziga bo'lgan motivatsiya qilish zaruriyati. Talabalar mustaqil o'qishlari uchun kuchli motivatsiya kerak bo'ladi. Masofaviy ta'lim olishning afzalliklari va kamchiliklari. Talabalar o'qish bilan bir qatorda ish bilan ham shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Aslida masofaviy o'qishni tanlagan abituriyentlarning asosiy qismi bu o'z ishidan voz kechishni istamaydigan, ammo bilim olishni xohlaydiganlar hisoblanadi. Mablag' tejaladi. Iqtisodiy jihatdan maqbul variantni qidirayotgan o'quvchilar uchun onlayn ta'lim eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Vaqt tejamkorligi. O'quvchilar o'zini vaqtini transport vositasini kutish va o'quv markaziga yetib borishga sarflamaydi. Kamchiliklari esa chalg'ish ehtimoli yuqori. Yuzma-yuz muloqot qilish uchun o'qituvchilar va kutilayotgan topshiriqlar haqida doimiy ravishda eslatuvchi kursdoshlari bo'lmaydi. Tarmoqdan ayrilish. Onlayn bilim olishda eng katta dushmani bu internet provayderlarining sekin ishlashi yoki aloqa uzilib qolishi hisoblanadi. Masofaviy ta'lim texnologiyalarining asosiy komponentlari va vositalari quyidagilardan iborat. Birinchi, onlayn ta'lim platformalari (LMS), veb konferensiya va video konferensiya tizimlari, elektron ta'lim materiallari, viktorina va test tizimlari, interaktiv ta'lim vositalari, mobil ilovalar va dasturlar, o'qitish va o'rganish vositalari, VR va qo'shilgan haqiqat (VR va AR). Birinchi, onlayn ta'lim platformalari (LMS) bu masofaviy ta'limni boshqarish uchun ishlatiladigan tizim hisoblanadi. Bu tizimlar Moodle, Canva, Blackboard, Google Classroom va Edmodo shu tizimlarga kiradi. Veb konferensiyalar va video konferensiya tizimlari bu masofaviy ta'limda o'qituvchilar va talabalar o'rtasida real vaqtda aloqa uchun video konferensiya vositalari ishlatiladi. Bu tizimlar yordamida darslar, seminarlar va muhokamalar onlayn tarzda o'tkaziladi. Bu platformalar Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Big Blue Button, Cisco WebEx kiradi. Elektron ta'lim materiallari, e-resurslar. Masofaviy ta'limda dars materiallarini yaratish va taqdim etish uchun elektron resurslar, ya'ni raqamli darsliklar, video darsliklar, o'quv qo'llanmalari va interaktiv materiallar ishlatiladi. Bular YouTube kelishi mumkin. Ta'limga oid video materiallarni taqdim etish uchun SlideShare, ta'limda prezentatsiyalar ulashish platformasi va Khan Academy video va interaktiv darsliklar bilan ta'lim resurslari. To'rtinchi, viktorina va test tizimlari. Talabalarni baholash, test va viktorinalarni onlayn tarzda yaratish va o'tkazish uchun mo'ljallangan tizimlar. Bular Quizlet, flash kartalar va video viktorinalar yaratish uchun o'tkazish uchun platforma. Kahoot, interaktiv viktorinalar yaratish, talabalarni baholash imkonini beradi. Google Forms, testlar va anketalar so'rovlarni yaratish uchun oddiy vosita. SurveyMonkey, anketalar va so'rovnomalar o'tkazish uchun xizmat. 5. Interaktiv ta'lim vositalari. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida muloqot va o'qitishni yanada samarali qilish uchun interaktiv vositalar ishlab chiqilgan. Bular Padlet, onlayn taxta, talabalar va o'qituvchilar uchun fikrlarni almashish va materiallarni baham ko'rish uchun vosita. Jamboard, Google tomonidan taqdim etilgan interaktiv
doska, Nearpod, interaktiv darslar va baholash vositalari, mobil ilovalar va dasturlar. Masofaviy ta'limni yanada qulaylashtirish uchun mobil ilovalar yordamida o'qish va o'qitish amalga oshiriladi. Bular Duolingo til o'rganish uchun interaktiv mobil ilova hisoblanadi. Evernote o'zlashtirish uchun eslatmalar va materiallar yaratish ilovasi. Coursera, edX, Udemy masofaviy kurslar o'tish uchun mobil ilovalar hisoblanadi. O'qitish va o'rgatish vositalari o'qitish va o'rganish vositalari o'qituvchilar va talabalar uchun o'qishni osonlashtiradigan va yanada interaktiv tarzda tashkil etadigan texnologiya. Sokrativ o'qituvchilar real vaqtda baholash va testlarni yaratish imkonini beradi. Edpuzzle videolarni interaktivlashtirish va talabalarni baholash uchun vosita. Flipgrid videolar orqali o'quvchilarni muhokamalarga jalb qilish vositasi hisoblanadi. Virtual va qo'shilgan haqiqat VR va AR masofaviy ta'limni yanada realistik va interaktiv qilish uchun virtual va qo'shiladigan haqiqatlar texnologiyalari ishlatiladi. Bular Google Expedition videolar, sayohatlar va tajribalar yaratish, Minecraft Education o'quvchilarni o'rganishga jalb qilish uchun virtual olam. ClickBrush san'at va dizaynni interaktiv tarzda o'rgatish. Kelajakdagi istiqbollari sun'iy intellekt va VR. Interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari paydo bo'lmoqda. Gamifikatsiya o'quv elementlarini qo'shilib o'quv jarayoni qiziqarli bo'ladi. Blockchain va sertifikatlash, diplom va sertifikatlarni raqamlashtirish va xavfsiz saqlash bu kelajakdagi istiqbollar hisoblanadi. Xulosa, masofaviy ta'lim bugungi kunda ta'lim tizimining muhim qismi hisoblanadi. Yangi texnologiyalar va uni yanada samarali qiladi. Kelajakda bu yo'nalish yanada rivojlanib, kengroq auditoriyani qamrab oladi. Bugungi darsimiz shu. Hammaga katta rahmat.